Geely Yuancheng kompaniyasiga keldi. Bu Geely'ni sub-brendi hisoblanadi o'rtoqlar. Ikkalovi ham mana eng zo'r Xitoyda sotilayotgan mana shu yuk tashish elektromobili bo'ladi, elektrda yuradi. Xo'p, bunisi V7si, bunisi bo'lsa V6si o'rtoqlar. V6si bilan V7si nima farqi bor? Birinchi eng katta farqi bu, sal kattaroq V7si, bunisi sal kichkinaroq V6si bo'ladi. Xo'p, endi suyuqan, ya'ni necha kilometr yurishini ko'ramiz. V6si ko'rib turganingizda 330 kilometr masofani bosib o'tadi deb aytgan. Endi V7siga keladigan bo'lsa, 375 kilometr masofani bosib o'tadi deyapti. Xo'p, 3250 kilogramm ko'tarar ekan 7si, 6si bo'lsa 3000, ya'ni 3 tonna. Xo'p, ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizda mana shaybali ko'rib turibsizlar. Kelinglar mana. Sifati ko'rinib turibdi, yomon emas. Ey. Shaybali skorsliga oladigan. Xo'p, kattaligini ko'rasizlar. Insho. Ha, bu katta deyapti mana. Orqasi juda katta deyapti. Orqasi juda ham katta. 这个是7.5个方，那个是6个方，6个立方，就是可以拉再后两。 Juda katta ekan haqiqatda bor akalar. Yonidan ham ochilar ekan. Ochiladi, ko'rib turibsizlar. Qaranglar. Yo'qolsa takoya. Cho'tga yopilar ekan. Ham gelikka o'xshab yopilar ekan. Qarang. Ay, zo'r. Hozir mana orqasi. Orqasi buni ham juda ham keng, tepasida o'sha svetlari bor ekan, buni. Xo'p, necha kilometr yurishini ko'rib oldinglar, kengligini ko'ryapsizlar. Yonidan ham kiradigan joyi bor, yuqortadigan joyi bor. Xo'p, endi 6 bilan 7 ning yana nima farqlari bor ko'rsatib o'taman. Birinchi farqi bu ko'rib turgandek shaybada bo'ladi. Skorsi va ikkita odam o'tira oladi oldida, shopir bilan. Общий. 7 da bo'ladigan bo'lsa, oldida 3 ta odam o'tira oladi. Bu birinchi farqi. Ikkinchi farqi, mana tablosi kattaroq va bu gitaraga o'xshab turib skorsiga solinadi. Va sal kattaligi bilan farq qiladi. 375 kilometr masofani bosib o'tadi bu. Narigisi bo'lsa 330. Hozir ichini ko'rsataman. Mana. Zo'ra. Balangina ekan. Zo'r. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol avtobazaga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolisa narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozinglar yoki avtobazaga primoy telefon qilsanglar, hamma narxi bilan aytishadi. Juda ham katta korporatsiyalar, firmalar so'rashuvdi. Xudo xolis qilib beramiz. Tojikistonga ham juda ham ko'p eksport bo'lyapti mana shu kompaniya. Ko'rib turibsizlar, hamma ishlayapti. Eksportga mana yo'lovchi tashuvchisi ham bor. Yo'lovchi tashuvchi. Chigir 1 2 3 4. 这个是几个人可以坐的？这个。对。olti ta odam sig'ar ekan, orqasida bagajni katta ekanda, shuning bo'yicha. Chiqish ham sal neudobniroq ekan. Hop, bismillah. Yuk uchun ekanda, shuning bo'yicha. Lyuzo 6 ta odamli ekan. Orqasi. Chiroyli, lekin chiroyli ishlangan, a? Mo'yes. Elektrda, eng g'alamisi elektrda yuradi yana. Farizon. Elektrik. Shunaqa gaplar, aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar. Mana bu yerda har bittasini nimasi bor. Qaysi biri kerak bo'lgan bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha hal qilib beramiz. Kecha mana Ma'mindan, mana bitta Ma'mindan nimaga Tojikistonga eksport qildi. Shunaqa gaplar mana. V6, V7. Ko'rib oldinglar o'rtoqlar, hammasini xudo xolisa elektr gruzovoyli kerak bo'ladigan bo'lsa, avtobazaga aloqaga chiqarasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, sifatli qilib, eng g'alamisi ishonchli qilib yetkazib beramiz. Joyingiz sog' bo'lsa, avtobaza har doimgidek xalqaro xizmatda. Nima Xitoydan avtomobil kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar inshaalloh o'rtoqlar. Duo qilib qo'yilishimizdan rivojini bersin. Aytgancha 1-yanvardagi masala xabaringlar bo'lsa kerak, 1-yanvardan eksportni to'xtatyapti. To'xtatmayapti, qiyinchilik tug'diryapti. Misol uchun hozir mana shu elektromobillar biza nomer taqib 2 minutdan keyin sizlar uchun eksport qila olamiz-da, xohlagan davlatimizga. Endi shuni aytayaptiki, 2 minutdan keyin yoki 2 oydan keyin emas, 6 oydan keyin eksport qila olasan degan shunaqa yangi qonun chiqyapti Xitoyda.
o'shanga maslahat bergan bo'lardim. 1-yanvargacha shu eksport qilmoqchi bo'lgan avtomobillarni qo'ldan kelgancha shu eksportning deklaratsiyalarini qilib, xudo xolisa nomer taqib olganinglar yaxshi deb o'ylayman. Joyinglar sog' bo'lsin, Avtobaza har doimgidek sizlar uchun yaxshisini ravo ko'radi. Avtobaza aloqada pastdagi aloqada nomerlarga telefon qilib bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Charchadim, qo'lim og'rib ketdi o'rsa akalar. Joyinglar sog' bo'lsin. BYD T5 tushiramizni Tojikistonga eksport bo'lyapti, o'rtoqlar. Xudo xolisa buni narxi bilan tanishtirib o'taman. Xuddi shuni gibridi bor. Gibridini tak 28200 dollarlik xolodilnikligini qilib beramiz. Endi chista elektrni bo'ladigan bo'lsa 29400 dollarga CIP Tashkent qilib beramiz o'rtoqlar. Xo'p, keyin mana menga o'xshab bu bez xolodilnikida, bez xolodilnik просто yuk mashina bo'lsin desanglar 23500 dollar gibridi, chista elektr bo'ladigan bo'lsa 24500 dollar o'rtoqlar. Bez xolodilnik bo'ladigan bo'lsa agar